xaridorimiz generator so'ragan. Moy benzin quyib keldik. Hozir buni zavod qilish jarayonini ko'ramiz. Bu 5 kilovatli invertorli generator TM7500E hisoblanadi. O hisoblanadi. Tak, modelni qo'yman. Benzinni ochamiz. Birinchi ishimiz polisi patsos qo'yib rучной zavod qilsak bo'ladi. Polisi qalit zavod qilamiz. Rучной zavod qo'ygan bo'lsak, o'nga qo'yamiz, keyin tortamiz. Agar kalta qilish solsa, shunday tayyor. Starting ishlatishda zo'r. Shunday qiziqarli ma'lumotlar, mahsulotlar kerak bo'lsa, nasoslar do'konini topasiz. Toshkent, Olmazor tuman, Chuqursoy masjidida joylashgan bo'lsa, 2000 dan ortiq mahsulotlarimizni sizlarga taklif qilamiz.